Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz Tayba to'riga qandaq tizimlatish va Tayba to'rini qandaq ishlatish haqida qisqacha to'xtalamiz. Oldi bilan biz to'riga kiramiz. www.tayba.edu.com kirgandan keyin bu yerda kirish tizimlatish deb ikki dona knopka berilgan. Biz tizimlatish uchun tizimlatish knopkasini bosamiz. Undan keyin a'zolik nomimizni bu yerga yozamiz. Ya'ni bu a'zolik nomimiz deganimiz, ya'ni bu yerga Tayba to'riga kirgan vaqtimizda kiradigan ism. Bu cho'qim ismimizda turadigan o'zgarmas ism bo'ladi. Shundaqla bu latin harfi bo'yicha ismimizda muqim turadigan ismni yozamiz. Chunki bu mushu to'r bekatga kirgan vaqtimizda kiradigan ismni ko'rsatadi. Masalan, Muhammad 0991 deb qo'yay. Maxfiy numaraga xohlagancha 6 dan ortiq 20 gacha bo'lgan maxfiy numara qo'llansak bo'ladi. Ostiga o'xshash maxfiy numara solamiz ta'kidlash uchun. Haqiqiy ism deganga o'zimizning haqiqiy ismini yozsaqmi bo'ladi. Ya'ni bu o'zimizningki shahodatnoma, taqdirnoma undan boshqa topshiriqlarga yoziladigan ismni ko'rsatadi. Bu ismning o'qituvchiga ko'rinadi. A'zolik nominglar faqat o'zinglar kirgan vaqtda qo'llanadigan, boshqalar ko'rinmaydigan ism. Haqiqiy isming deganinglar o'zinglar oshkorlashni xohlaydigan ismni ko'rsatadi. Shuni bu yerga o'zinglar xohlagan ismni, o'zinglar ismini yozsanglar bo'ladi, boshqa o'zinglar xohlagan taxallus qo'llansanglarmi bo'ladi. Masalan, Muhammad deb qo'yay. Boshqa tilda yozsanglar bo'ladi. Ilxat adresiga bu ixtiyoriy ilxat adresinglar bo'lsa, yozib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, Muhammad 0991 telefon numarim ixtiyoriy bo'lsa yozib qo'ysanglar bo'ladi, yozmasanglar bo'ladi. Bu yerga o'zinglar turayotgan davlatni tanlaysizlar. O'zinglar turayotgan davlatni tanlasanglar, masalan, Turkiya. Bu yerdan o'zinglar tug'an shaharni tanlaymiz. Istanbul deyli. Bu yerda o'zinglar maskillar, o'zinglar xarakterga maskildigan narsani tanlasanglar bo'ladi. Masalan, buni tanlab qo'ydik. Tizimlatish tamom, muvaffaqiyatli tizimlandi. Masalan, kirgan vaqtimizda a'zolik nomimizni yozamiz. Xalqqa ko'rinadigan haqiqiy ism deganda emas, a'zolik nomimizni yozamiz. Muhammad 0991 maxfiy numarani soldim. Bu dalillash numaraga shu sus ko'rangan shu numarani solsizlar 4754. Bu har xil o'zgarib turadi. Mana hozir kirdik. Kirib bo'lgandan keyin a'zolik markazi. A'zolik markazidan bu numar sizlarning o'quvchilik numaringlar bo'ladi. Bu numarni sizlar o'qituvchiga deb berasizlar. Tizimlab bo'lgandan keyin o'qituvchiga deb berasizlar. Sizlarning topshiriqinglar mush numaraga asosan sizlarga yo'llanadi. O'xshash ismliqlar bo'lib qolishqa biz numarni asos qilamiz. O'qituvchiga sizlar tizimlab bo'lgandan keyin isminglar va numaringlarni yo'llab berasizlar. Bu inkaslarim deganinglar sizlar darsning ostiga yozgan inkaslaringlar bu yerda saqlanib mangadi. Saqlanmoqchi bo'lgan darslarni shu yurak belgisi berish orqali saqlab olsanglar bo'ladi. Bu yerga tizilib mangadi. Undan keyin arxiv tahrirlash. Arxiv tahrirlashni bossanglar o'zinglarningki haqiqiy isminglarni o'zgartiraysizlar. Ya'ni taxallus qo'llangan bo'lsang buni o'zgartiraysizlar. Ya'ni bu kiradigan ism emas, o'qituvchiga ko'rinadigan ism. Buni o'zgartiraysizlar. Undan boshqa ilxat adresini o'zgartiraysizlar, maxfiy numarlarni o'zgartiraysizlar, davlat va rayonni o'zgartiraysizlar, bas yurtinglarni o'zgartiraysizlar. Demak, arxiv planlarni xohlagancha bu yerdan o'zgartiraysizlar. Bunun savollarim. Agar sizlar darsga kirmagan yoki o'qituvchidan WhatsApp orqali savol so'rash imkoniyati bo'lmagan ahvolda hisobingizga kirib bo'lgandan keyin o'sha yerdan savol so'rab yo'llasanglar o'qituvchiga boradi, o'qituvchi sizlarga javob qaytaradi. Topshiriqlarimda sizlar topshiriqni ishlab bo'lib o'qituvchiga WhatsApp orqali yo'llagandan keyin o'qituvchi topshiriqlarni tekshirib bo'lib, topshiriq natijalarini va topshiriqda xato ketgan taraflarni eskartib yo'llaydi. Bu sizlarning mush topshiriqlarim degan tizimlikda ko'rinadi. Ostidagi chekinib chikitish, sizlar boshqalarning kompyuteriga kirgan bo'lsanglar, bu yana besish orqali chekinib chikitisizlar. Undan keyin sizlar to'r bektimizning ostidagi mushtariy bo'lin degan ko'znikdagi bu o'ringa ilxat adresinglarni solib qo'ysanglar, yangi darslar va muhim uqtirishlardan xabardor bo'la olasizlar. Undan keyin ijtimoiy aloqa vositalarimizni Facebook, Twitter, Instagram sahifalarimizga agasanglar, yangi mazmunlar va yangi xabarlardan xabardor bo'la olasizlar.